Nozima o'zini osgan deb topilib, kamera yozuvlari ko'rsatilganidan xabaringlar bo'lsa kerak. Eshitmaganlar uchun qisqacha gapirib beraman. Nozima o'zini osgan deb topildi va kamera yozuvlari ko'rsatildi. Eng qizig'i, Nozimaning onasi Feruz opa 9 oy qiynalib tuqqan farzandini video orqali tanimagan. Ya'ni Feruz opani aytishi bo'yicha videodagi inson Nozima emas, boshqa qiz. Ferzopam prichoskadan anglab qolganlar. Ya'ni kim Nozimani qizlarini taniydi. Ona Lyubovni taniydi. Bu qiz Nozima bo'lmagan, Sherzodni pastga kuzatib qo'ygan qiz. Chunki u qiz chiqib kelgan uyga 2 minutdan keyin Nozimani o'ligini olib chiqishgan. 2 minutdan keyin, 2 minutda hamma joyda odar-to'ntar qilib, nima deydi, golос jo'natgan, xirillagan golос ham eto minuti 2 minutdan ko'p. Shunaqa bo'lgan, xullas, kameralar hammasi planlashtirilgan deb o'ylashyapti. Oxiri mana hozir detektiv o'zlari ham gapirdilar. Endi qaranglar, eshigini tagida Nozimani kamera bor. Militsiyalarga borganingni isbotlab ber, kameralarni ber deyishsa, bera olmayapti. Katta ehtimol bilan militsiya ham u joyga bormagan. Bundan tushunsa bo'ladiki, katta ehtimol bilan video yozuvlari sahnalashtirilgan. Va biz bu gumonga bormasligimiz uchun va Nozimani haqiqatdan o'zini osgan deb topishimiz uchun bizga 5 ta kamerani yozuvsini ko'rsatish kerak bular. Birinchisi, jinoyat bo'lgan joyda kvartirani oldida bitta kamera turibdi. Lift ichida ikkinchi kamera turibdi. Birinchi etajda uchinchi kamera turibdi. Podyezdni oldida 4-kamera turibdi va bolnitsani ichida 5-kamera turibdi. Mana shu 5 ta kamerani yozuvsini bizga ko'rsatib berish kerak. Birinchisi, Sherzodlarga yordam so'rab telefon qilgan vaqtda jinoyat bo'lgan joyga bular yetib kelishgan. Yetib kelib kvartiraga kirib ketayotgan holatini video yozuvsi kerak. Ikkinchisi, bular bolnitsaga telefon qilishganda va bolnitsa xodimlari kelishini kutib o'tirmasdan o'zlari mashinaga solib Nozimani bolnitsaga olib borishgan. Kvartiradan olib chiqib ketayotgan holati video yozuvsi kerak. Uchinchisi, bolnitsaga olib borganda ichkariga olib kirib ketayotgan holatidagi video yozuvsi kerak. To'rtinchisi, bular jinoyat bo'lgan joyga politsiyalar keldi degan gapni aytishdi. Agar politsiyalar kelishgan bo'lsa, tabiiyki politsiyalar ichkariga kirib ketayotgan yozuvsi ham yozilib qo'ygan. Politsiya kirib ketayotgan yozuvsi kerak. Keyingisi, ertasi kuni bloger katta xolasini uyiga kirib chiqqanda bemalol jinoyat joyiga birovning ruxsatisiz kirib, xohlagan narsasini ushlab, xohlaganda video syomka qilgan. Soat nechida kvartiraga kirib, nechida chiqib ketganigacha video yozuvlar bizga kerak. Va eng asosiysi, bu narsalar sahnalashtirilgan degan gumonga bormasligimiz uchun Nozima o'zini osishidan oldin, 1-2 kun oldingi video yozuvlarini ham bizga ko'rsatish kerak. Mana shu yozuvlarni ko'rsatmaguncha Koreyani prezidenti kelib turib bu qiz o'zini osgan deydigan bo'lsa ham, men o'zini osganligiga ishonmayman.